Sizlarga Toshkent tumanida Hasanboydan eng zo'r elitniy uchastka topib qo'ydim. Kuzatishda davom etinglar. Like, komment esdan chiqib qolmasin. Bitta ko'ramiz endi. Kirganinglarda mana ko'ryapsizlar, bir 6 ta, 7 ta, 10 ta mashina sig'adigan katta navesimiz bor. Yushgan 3 ta qismdan iborat, podvol qismlari bor, ikkinchi etajlari bor, uchinchi etajlari bor. Kirganinglarda mana shunaqa hol bor. Kirganinglarda bu yoqda podvol qismlari bor. Kirganimizda mana ko'ryapsizlar, kattagina, kengina hol qismimizda oilaviy bemalol maza qilib o'tirasizlar. Keyin eng zo'r ayollarimizni sevadigan ko'ryapsizlar, libboy kelgan mehmonlarni detasi buzilib ketadigan gazxonani ko'ryapsizlar. Eng zo'r kattagina bitta spanniyimiz bor. Bu yoqda o'zini saunzellariga ega ekan, mana tayyor bitgan ekan. Bu yoqda endi xohlar uchun bemalol yotoqxona qilib qo'ysalar bo'ladi. Bu yoqda kattalarimiz uchun bemalol yotoqxona qilib qo'ysalar bo'ladi. Keyin o'zini bu yoqda ham spanniyimizning saunzellariga ega. Tayyorlasizlar, qurilishga e'tibor bergan inson bir qismiga qaramay bemalol xarid qilib olishadi. Endi 3-etajimizga bemalol chiqib kelaveramiz. To'g'ri, bu yoqda juda katta kenglikda hol qismimiz bor. Kelishingizni bu yoqda kattagina zalimiz bor. Mana zalimizni ko'ryapsizlar, juda ham boshqacha. Libboy kelgan mehmoninglar bugun yotib qoling, iltimos sizlarnikida deb aytadi. 3-etajga chiqqaninglarda katta kenglikda bemalol hamma narsasi bor. Spanniyimizni ko'ryapsizlar. Keyin spanniyimizning ichida o'zini saunzellari bor. Saunzellariga ega bemalol hamma narsasi bitgan. Uyimizni ko'ryapsizlar, juda ham kattaligini. Bu uyimizni rosa talashib, tortishib 270 ming deyishuvdi, yo'q bizga to'g'ri kelmaydi bizani klientlarga deb qo'yib beramiz deb va'da qildik. 250 ming dollar bo'lsa, mana shu uyimiz bemalol xarid qilishingiz mumkin. Sutugini 6 sutu kattaligi. Bemalol kelib o'zingizlar xohlagan narsalarni yaratib olishingiz mumkin. Uyimizning tayyor holati shundoq.